Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan raspakofka chek qilmoqchiman. Bu probnik o'zimga atir olgan edim. O'shani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qayerdan ushladi bu? Hozir atirlarni yaxshi ko'raman. O'shanga bugun o'zimcha olgim keldi. Atir. Chunki o'zim atirim tugab qolgan edi. Probnikdan olib ishlatib qo'ymoqchiman. Qanaqa ekan bu? Probniki ko'ramiz. Hidini hidlab ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ochdik. Ochadigan joyi bor ekan. Oho, paket yana paket. Urib tashlash. Mana 10 grammlik paketda chiqqan narsa. Hamga arabcha yara deb yozilgan. Hozir buni hidini hidlab ko'ramiz. Hidi вообще zo'r. Klassniy. Xudo xolasa pachkasidan ya'ni blin, nima bu? Original emas shekilli bu. Tualetniy. Naqamikan? Yo'q. Original emas bu. Tualetniy. Bu original emas. 100% javob beraman. Original emas bu. Olgan pulimga arziydi. Unaqa qimmatga olmadim. Arzonga pul oldim. Buni kun davomida qilib ko'rishimiz kerak. Juda nimalarning hidi bor-da. Mayli, bu original emas. Original unaqa bo'lmaydi. Mana bu ham original emas. Mana bu narsa ham original emas. Просто tualetniy parfum xonasi. Menga buni hidi hech yoqmadi. Umuman yoqmadi. Agar keyinchalik yoqmasa, atak yoqmadi. Mana shundan iborat bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar. Bay bay. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlar olmoqchi bo'lsanglar, mana profilimga, atmetkamga tiklab ketinglar. Podpiska bosib qo'yinglar. Xayr, salomat bo'linglar.